Andaqda bizningki şu language focus. Bizning şu tekstga savolashlar. Intayim muhim bo'lgan, naytib bilmasang bo'lmaydigan nuqtalar. Hamsa qaranglar. Okay. First, I never get up early on Sundays. Okay. Men azaldan qanaq taqvan yakshanba kunlari qanaqamayman balda o'rnimdan turmayman. Okay. Demakchi, endi men on Sundays deganimiz nima? Every Sunday. Demakchi, yakshanba kunlari, demakchi har yakshanba. Endi u har yakshanba qanday qilmaydi ekan desanglar, balda o'rnidan turmaydi ekan. Okay. Masalan, they never get up early on weekends. Hatta axirlari ular hargiz qanday qilmaydi, balda o'rnidan turmaydi. Demak, her yakshanba kuni, demakchi har hafta oxiri ular qanday qildi ekan, keyin o'rnidan turdi ekan. Demakchi on Sundays deganimiz bu yerda every Sunday, har yakshanba. Har yakshanba. Okay. Har yakshanba. Okay. Endi bu yerda hamda weekdays bo'lsa, weekdays deganimiz hamda hafta. Dushanba kuni juma bo'lsa weekdays bo'ldi vallah. Weekends degan shu hafta oxirlari. Hafta oxirlari. Bu hafta oxirlari deganimiz shu shanba yakshanba. Shunama Saturday and Sunday. Okay. You know, I sometimes stay in bed until lunchtime. Men ba'zida tush tamoqcha qanday qilaman? Karvatda yotib beradi. Stay in bed degan karvatda yotmoq. Okay. Ana bu harakatga stay deganimiz nima? Uzun bir harakat shunami? Bir kangdongzo deb qo'yiladi hamda buni. Bu nima deysanglar? Shu manchaqcha qanday qilaman? Qanday qilaman. Demakchi, shu until ni ishlatganda birga uzunroq qanday qilamiz deysanglar? Harakatni ishlatamiz. Masalan, I sometimes don't get up from bed until lunchtime. Okay, endi bu yerga don't get up ana ishlatganda ma'ni qanday deysanglar? Qilgan. Okay, endi bu yerda diqqat qilgan bir nuqta, endi bir uzun harakatni ishlatganda keyingi nima qotimiz? Until. Okay, mesela qachaqchani uzun. Mesela stay in bed until shnama. Okay. Bu nimaga tang desanglar? Mesela qisqa harakat shnama. Qisqa harakatning oldiga naqni qo'yganga tang. Mesela I sometimes don't get up from bed until lunchtime. Okay, until lunchtime. Mesela qaranglar. You know, I didn't blah 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 until 2 p.m. Okay. Anda bu nima degan gapni desanglar, men ishki bo'lganda undan keyin qanday desanglar, tushdan keyin ishki bo'lganda undan keyin ayrildim. Demakchi, endi men yerga I didn't leave until 2 p.m. Okay. Endi leave degan ayrilmoq. Nima bir qisqa bir harakat, shunami? Qisqa harakatga da'vat qilingan oldiga inkor qilamiz. Agar uzun harakat bo'lgan bo'lsa-chi, qatayaversak bo'ladi. Okay. Endi smacho, endi uni nima deymiz desanglar? I waited until 2 p.m. Demak, ishkigacha qada qildim, saqladim. Endi demak, ishki bilan men olib ketdim, saqlamadim degan gap qo hamda. I waited until 2 p.m. yoki nima? I don't leave until 2 p.m. Demak, endi savolga qaranglar, demakchi uzun harakat bo'lib qolsa until ni ishlatamiz, agar qisqa harakat ishlatib qolsak cho'qima yoki natni qatamiz yoki inkor, shunami? Inkor. Tushuningizmi? Okay, right or wrong? Hamsa bir hukm qilib beringlar. I get up until lunchtime. Okay. Okay, I get up until lunchtime. To'g'rimi? To'g'rimi? No, right? Ma get up degan ayt qisqalan bir harakat, shunami? Men tush tamoqcha o'rnimdan turdim. Okay, endi bu yarim kun qilgan ish emas bu endi bu. Ya, demakchi I never get up until yoki I didn't get up until lunchtime. Shunami? Oh, sorry. Ikkinchisi nima edi? I stay in bed until lunchtime. Demakchi men tush tamoqcha karvat qanday qildim, yotdim. Demakchi mana bu uzun harakat qo'y. Ama bo'ladi. Masalan, I left until 2 p.m. Okay. Endi mana left. To'g'rimi? No. Shunami? Left degan aytdi qisqa harakat. Men I didn't leave desak bo'ldi, shunami? Yoki I never yoki I didn't leave, shunami? Okay. I think so. I stayed until 2 p.m. To'g'ri. Chunki stay deganimiz turmoq. Ayt bir uzun harakat, shunami? Bo'ladi. Masalan, I stopped working until midnight. Okay, endi mana stop degan qisqa, shunami? Mana xato qildi. Demakchi I didn't stop working until midnight. Until midnight.
King's I didn't work until midnight. Okay? And the I didn't work. And the man doğru. And the king seni mersana gentencu. Demekçi his duygu. Ama şu cümleleri demekçi. Nimi degen. Degen için ama. Okay, mesela the dog is nice. Elat shit bolsa intayın yaxşı, belanışt. Okay, and nimi degen belaşto degen nim deymiz. Okay, the nice dog is. Okay, and the aldığa ama havna qatsak nim bolar sana. How nice the dog is. Okay, how nice the dog is. Okay, and the bişara qılğaşımız nima sana birinci bulan bu kendiki nice degen sifatni qanday qilamiz oldiga etchiqimiz. İga xabar to'ldiruvchi. Endi bu yerga shu nice adjectiveni qanday qilamiz birinchi bulab oldiga etchiqimiz. Shunami? Igini oldiga chiqadi. Adjective. Okay. Onu da nima deysan? How kelan gap. Masalan, how nice the dog is. Voy nimga olmoq bola bu. Okay. How okay, cute, sorry. How cute the boy is. Voy nimga güzel bola bu. Nimga olmoq bola bu, shunami? Okay. Voy nimga qiziqarliq ders bu. Okay. How interesting the class is. Shunami? Masalan, the class is very interesting. Shunami? His class is interesting. Demek ham nima shariki? Okay. Shuna o'zgartirgan gap. Okay. All right. As qaranglar, the dog runs fast. Bu shit practice yuguraydi. Undaqda qanday qilamiz? The how fast the dog runs. Okay. The how fast the dog runs. Birinchi bo'lib nima deysan? Ashadagi fast degan pishtin oldiga chiqdik. Shunami? Uni oldiga howni qatib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi. Yoki how fast the dog runs. Shunami? How fast the dog runs. Okay. And what bilan boshlangancha? Okay. And what bilan boshlanganini qanday deysan? What dan keyin a and n. Demakki agar sanig'ini olib qolsa, oldiga a yoki n olamiz. Shunami? Ondan keyin xabar. Masalan, it is a nice bag. Okay. And birinchi lab qanday qilamiz desanlar? A nice bag deganni ismni qanday qilamiz? Oldiga yutkaymiz. A nice bag it is. Onun keyincha what ne qanday qilamiz desanlar? What ne? What a nice bag it is. Okay, what a nice bag it is. And the what bilan boshlangan ism keldi, shunami? Agar how bilan boshlanib qolsa-chi, bu how bilan boshlanib qolsa, keyindagi sifatni oldiga olamiz. Masalan, how fast the dog runs. O'xshash, shunami? Okay, how fast the dog runs. Xo'sh, Shamsa ma'loni bir mashq qilib boqaylik. Mashq qilsak, qarasanglar bo'ldi. Masalan, she's a clever girl. Okay. She's a clever girl. And the ma'na o'zgartirsak, what a clever girl she is. Okay? What a clever girl she is. Demakchi, a girl in the yutganimiz nima? I think so. It's an interesting book. What do you mean? What an interesting book, like story it is. And demek ham demishadi, ama interesting, ama nim bilan boshlandi? Boshlanig'ini ay bilan boshlandi. Bu suzuq tavsharpa shuni anglab qo'ydik. Okay? They are nice bags. Ana ma'no o'zgartirib o'tsak-chi desanlar, nice bags they are. Agar ko'plik shakllansa, they are nice bag and nice bags they are. Okay, and nima? What nice bags they are. Okay, and ma'no lawat bilan boshlandi. What adjective, uniki sanag'ini bo'lganlarniki ko'plik shakli, uniki igisi xabari. Ergiz isimdan chiqyapsan, juma? Okay. Xo'sh, masalan, it's a bad weather. Bir aylanib olgan nima? Bad weather it is. Amacho, what bad weather is it? It is. Shunami? What bad weather is it? Endi ma'lum bo'lsa, sanag'ini bo'lmaydigan ismlar. Okay, sanag'ini bo'lmaydiganlara what, undan sifat, undan nima? Sanag'ini bo'lmaydigan ism, iga xabar. İki xabar. Naq ma'nosi bu shakli. Xo'sh, Shamsam shu what bilan how ni mushlarga to'ldirib bir mashq qilib boqaylik, vallah. Birinchi
Birinchisi nima ekan desam, terrible weather is. Okay? Terrible weather is. Okay, endi buning shaklida nimaga mos keldi ekan? How. Nima uchun? Agar keyinda masalan that is yoki it is iga xabar munosabati bo'lsa keyinda. Okay? Ondan keyin o qanday bo'lgan. Shunaqa masalan how and the weather is terrible shunami? Demak, sifatni oldiqlamay chiqdi, shuni bilan howni qo'yamiz. Okay. And the keyingisi ko'chiramiz what. Okay. Masalan, it is a delicious food. Okay, demakchi the delicious food. Agar ma keyindiki shu nimani yetkazgan shu food degan oldiqlamay yetkazdik, to'ldiruvchi bo'lib kelganda. Shuni bilan nima deysan? What a delicious food. Keyingisi the big apple. Masalan, it's a big apple. Nima? It is a big apple. Ama how bilan boshlanganning bir alaylığı balla iga bpli undan keyin sifatlan. Tushundingmi? Shu sifatni oldiga yetkazib qo'ygan bo'lsak, bu howni ishlatamiz. Agar sifat bilan tang bilan ismni yetkazgan bo'lsak, whatni ishlatamiz. Masalan, what a big apple. A big degan sifat shunami siz bor. Ya'ni birga ism bor yerda. Shuna. Keyingisi cho'rasanlar okay, interesting books they are. They are interesting books. Ama they are in the kendini bakın aslında. Books bakın, isim bakın bu enaklanma what? What interesting books they are. Okay, what they are. Demek ki arkadaşlar isimden bulduk hem de şimdi tallayımız. King's clever boy he is. He is a clever boy. Okay, and the man mesela how. Okay, how. Demek ki clever anakal dedi sana. Yetkirib keldi. Clever. Okay. Clever. Xo'sh, Shamsa, keyingisi qaranglar. Who is knocking at the door? Okay, sizlarcha kim chiqinchi kelayotganda? It's me, Santa Claus. Okay. It's me, oh woman, Santa Claus. Agar yerga Santa Claus degan nima desanlar, bu nima bo'y? Rojdestvo bo'y. Okay, Rojdestvo bo'y. Agarda sağlaşlar şu işçi kuvvetkan ya sırtın anlatkan adamniki salayeti to'g'risida aniq uçur bo'lmagan ahvolda etnishildimiz. Okay, it's me, shunami? Okay. All right. Okay, guys, let's look at the grammar focus. Ansi sağlaşlar, ansi bugungi darsimizdagi grammatik nuqtasi qaraylik. Okay, bugun simple present tense bilan simple present continuous. Bu şu oddiy hozir zaman bilan şu oddiy davomlashayotgan zaman ustida to'xtalamiz. Aniqda ma jumla qarab qo'yinglar. Bu jumla qarab qo'ysak, I go to school every day. We play games on Sundays. You know, he drinks milk in the morning. Degandek. Endi bu nima desanlar, bular asosan oddiy hozir zaman. Endi oddiy hozir zaman degan nima? Deganga bir aniqlashtirish kerak. Oddiy hozir zaman deganimiz hamda şu ish harakatininki qanday desanlar, doim yuz berib turgan, şu odat xarakterlik ishlarni ifodalaydigan, ondan sirtmasdan har xil tabiatga, har xil qonuniyatlarni davomli takrorlanib turadigan ishlarni ifodalaganda nahmu shu oddiy hozir zamonga tayinamiz. Masalan, I go to school every day. Demakki, siz davomli borsiz. Burunmi bordingiz, hozirmi borsiz, kelgusim qanday desanlar bordiganga. I go to school every day. Okay, men har kuni qanday qilaman? Maktabga boraman. Yani we play games on Sundays. Biz yakshanba kunlari o'yin o'ynaymiz. Shunami? Demakchi bu har yakshanba bosqanlar sanlar davomli odat xarakterlik mushlarni takrar qayta sanlar nahmu shu we play games on Sunday. Nahmu shuni ana shiltislar. Okay, nahmu shuni shiltislar. You know, he drinks milk in the morning. O odatda qanday qildi? Ataganda sut ichadi. Demak, sut ichish uningga qanday desan odati. Burunmi ichdi, hozirmi ichdi, kelgusida ma'lum bir vaqt qanday qilsa ichish mumkin. Demak, hamda shuningga o'xshash, har xil hamda shuningga o'xshash qayta odat xarakterlik, qonuniyat xarakterlik bo'ladigan yuz beradigan ishlarni ifodalaganda mush oddiy hozirgi zamonga tayinamiz. Masalan, yer shari qo'yashni alda barakat qiladi. U nima davomli bir qonuniyat. Hamda bugun toza yer sharining voy bugun toza kayfiyatim yo'q bo'ldi. Men bugun aylanmay turay, bugun bir kechroq tuzim yo'qda demaydi bu. Davomli aylandi.
keç gündüz ağrıladı, qanuniyetlik bulduğun gap. Demek, muşnun o'xshash ishlarni hozirgi zamonga tayinib qo'ygan gap. Okay, and the they are running, I'm typing a letter now, my cat is sleeping at the moment. Demek, ma'ni ma'risalni naqmush vaqtda yuz berayotgan ish. Masalan, I am teaching now. Okay, men hozir qanday qilyapman? Dars o'tyapman. Okay, balkim siz bu film ishlanib bo'lgandan keyin siz qanday qilyapsiz? Anglayapsiz, deymi? You know, you are taking the class. Okay, or you are watching video class. Okay, siz qanday qilayotgan bo'lsangiz, naqmu shu video darsni anglayotgan bo'lsangiz, shunami? Anglayotgan bo'lsangiz. Demek endi mushdan kelganda qanday qilmaysiz desangiz savolashdan. Masalan, my cat is sleeping at the moment. Hozirgi mushu paytda, demakki naqmu shu vaqtda bu ishlarniki yuz berayotgan narsa bo'lsa, nima desanglar, mushu ing shaklini ishlatamiz. Okay. Okay, endi bu yerda it, she, he. Okay, endi mushu egillari, mushular, ondan keyin eng muhim narsa qanday desanglar, oddiy hozirgi zamonniki asqatish. Okay, abay tilg'angandak mesela mani ko'rib turibsizlar. It, she, he. Okay, men it degan nima narsalar? Jonsiz narsalar, hayvonotlar, mushularga it keladi. Okay, she nima? Ayol kishi, he er kishi yoki o'g'il. Endi mushunga qatqanda mush fe'llarning oqiga asqatimiz. Voy qanday qatimiz? Qanday qatimiz mana? Asla iyasli keldi shunami? Ko'pinchisininki asqatimiz. Undan keyin andan ba'zi narsalar bor. Okay. Masalan, oxiri o, ch, sh, x deganlarni-chi, moshning oxiriga asqatimiz. Qaranglar, masalan, go, goes, shunami? Wow. Okay. Ma PPT-niki ma yana bir kompyuter qo'yg'achqa toza qo'llamay chiqibdi. Hammasiga asqatdik, vallahi ma'lumotga hammasiga asqatimiz. Qaranglar, go, goes, shunami? Do, does, watch, watches, teach, teaches. Okay. Hanima esni is deb talaffuz qilamiz. Okay, is. Okay, qanday talaffuz qilamiz? Is. Masalan, watch, watches, teach, teaches, match, matches, catch, catches. Okay, catch degan tutmak, match deganimiz nima? Match deganimiz hamda. Okay, buniki musobaqa, musobaqalashmak. Ondan keyin bir tutashtirmak, shunami? Okay, wish, wishes, wash, washes. Okay, wash, washes. Demakki O, S, SH, CH, X. Okay, mushlarga nima qatildi? ES qatildi. Buni talaffuz qilganda nima desanglar? Is deb qatimiz. Is deb qatimiz. Okay. Allohda oxiri y bilan oxirlashgan. Oxiri y bilan oxirlashgan. Endi shu y ning oldidagi harf uzuk tovush harfi bo'lgan. Okay. Uzuk tovush harfi qaysi? Mana shu 5 uzuk tovushdan boshqalar uzuk tovush bo'ladi. Masalan, A, E, O, U. Okay, degandek A, E, I, O, U. Okay, mush 5 uzuk tovushdan boshqasi 21 uzuk tovush harfi bo'ldi. Janoblar? Wayning alır mesela study. Good. And the yerga study. Shunama study, studies. Hurry, hurries. Carry, carries. Worry, worries. And the yerga yes qildi. And the yerga shu wayni nimaga aylantiramiz? Ayga o'zgartib, keyniga es qatimiz. Janoblar, ayga o'zgartib, keyniga es qatimiz. Es qatimiz. Okay. O'rganmak, hurry aldırmak, carry götürmek, şunama worry yansıtmak. Okay. Endi men keyingi joyda mesela stay. Lekin onun aldıra uzukta, suzukta başarı bo'lib qoldi. Mesela stay, play, say, pay. Buni o'xshashlarni ham qatamiz. Asqatib bo'lgan gap. Qarang. Asqatdik. Asqatdik. Okay. Demak, hamda shunga o'xshash oxiri y bilan oxirlashgan. Uni aldıra yuanzimo degan nima? Shu suzukta başarı bu. A vowel sound deymiz. Vowel sound. Okay. And the malarninki alaylı şekli var. Have'ninki nima? Has. Okay. B'nin şu BP ile şunama amizar. Okay. And the making small work. Malın şu. Okay. Work, works, sit, sitters, start, starts.
stops. Okay, and then more name has qaralarga açqatımız. Jo'nalma. Okay. Hamsa ma'ni qaranglar. Okay, ma'ni men he a teacher in a middle school. Okay, and ma'ni the BPL qaysi? He is a teacher in a middle school, right? Okay, what about Tom? Okay. Tom L. Look L deydi, tushunami? Endi buni qilishning chafsizligi bo'lg'achimi? Tom looks L. Qaranglar. Og'rib qolgan akirda. Demek endi bidonsiniki o'sha amizarni qatimiz, undan keyin qag'allarga adati do'msizlarga, har xil shidonsilar bor. Shu bir alaylikni ko'rsatadigan, o'sha hozirgi mavjud bo'lgan alaylik, masalan, looks, seems, looks degan qaramoqqa, seems degan bunda umumiy ma'noda shunda tek ko'rinadi, shunda sound anglamoqqa mandalik bo'ldi degandek. Mushlarga nima qilamiz? Asqatimiz. Okay. Masalan, he helps other. Or dime nima bo'ladi? Always. Shunami? He always helps others. Shunami? U doim qanday qildi? Boshqalarga yordam qildi. Okay. What about he often helps others? U ko'pincha vaqtda, shunami? Doimligida. Yoki nima? He usually helps others. Okay, usually deganimiz hamda umuman o'xshashmi shu often bilan asosan o'xshab qoldi. Ya'ni ba'zida bo'lsa-chu. Okay. Ba'zida deganligini bilsam, sometimes. Okay, yana cho he azaldun boshqalarga yordam qilmaydi, nima? He never helps others. Okay? He never helps others. Okay, endi mushunga o'xshash, mushu ravishlar. Okay? Amsa qaranglar, the boy goes swimming every 2 days. Shunami? Okay. And every 2 days. Masalan, Kathy has an English class on Mondays. Okay. And every 2 days on Mondays deganimiz ham nima aytsanlar? Mushu odatda mushu holatni bildiradi. Shunami? Okay. Mushu odatda davomli takrorlangan odat shu juangyu deb qo'yamiz. Shu altini. Shunami? Ko'pincha vaqtlar o'rinlarning bo'lib keldi jumlalar, holat bo'lib keldi. Shunami? Masalan, every 2 days. Demak, har 2 kunda bir. Shunami? On Mondays, har nima kunlari? Dushanba kunlari. Okay. That's much of. You know, Tom gets up very late and doesn't have breakfast. Okay, I'm the one on the every day Tom gets up, okay, gets up very late and doesn't have a breakfast. Okay, breakfast. What do you mean? And he often plays badminton. Okay, and then on Sundays, okay, they make on air, on Sunday or on Sundays, badminton. Okay, badminton deganimiz hamda shu yumoqchi, payto o'ynaydi. Okay. Ani men yarki o'sha shanday teaching bo'lsa qanday desanglar, o'sha hozirgi davomlashayotgan zamon shunami? Demakki, hozirgi davomlashayotgan nimani qanday ifodalaydi? Masalan, uni kerakli men ing qatimiz. Masalan, doing, shunami? Bu ing ni qatib baqilay, masalan, teach, teaching, read, reading. Okay, shunami? Read, reading, watch, watching, sing, singing, laugh, laughing. Okay, sing naqsh aytmoqda. Laugh, kulmak, kulyapti. Read, o'qimoq, o'qiyapti. Teach, dars o'tmak, dars o'tyapti degandek. Okay. Endi oxiri i bilan oxirlashgan bo'lsa, ing qatqanda qanaqa qilib biz ani ini ep tashlab o'tib, qanaqa qilamiz ing qatimiz. Masalan, dance, okay? Okay, dance, dancing, smile, smiling, write, writing, give, giving. Hammasi i bilan oxirlashgan ini pittinlab o'tib, qanaqa qilamiz ing qatimiz. Ketdi. Mana ing ketdi. Give, giving, live, living. Shunami? Okay, hamda mushu oxirini qo'sh nima bo'lim. Endi bir bo'limliq. Endi ko'pinchisi nima dersanglar? Okay, mushu oxiri bir bo'limliq. Hamda mush tarkibida bir tallam so'zliq tag'i shart bo'lgan. Okay, yoki ikki tal bo'lgan. Okay, ikki tal. Masalan, ikki bo'lim bir tal bo'lsa, bir bo'limliq bo'ldi, bir bo'limliq, ikki bo'limliq. Masalan, stal bir bo'lim. Okay, forget, get ishga bo'lgan shunami? Masalan, beautiful bo'lsa balla. Beautiful degan to'rt bo'g'im bo'lib kelsa bo'lmaydi. B U T
beautiful, beautiful. Ma to'rt bo'g'imga bo'linib ketdi. Shunami? Agar va begin ma ishki bo'g'im. Endi bu bir bo'g'imlik ishki bo'g'imlik so'zlarki, hamda u bo'g'im nimasi oxirdan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa. Oxirdan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, buningki eng oxirgi shu harfni, ya'ni ushbu shu nima harfi? Shu so'ziq oyoq uzuk tovush harfini qanday qilamiz bir qaytlab buniki anjaqatimiz. Masalan, ketdi ya. Masalan, stop. Stopping. Begin, beginning. Run, running. Hit, hitting. Sit, sitting. Swim, swimming. Swim, swimming. Forget, forgetting. Put, putting. Shop, shopping. Cut, cutting. Demek ki to'xtatmak, başlamak, jugamak, ulmak, o'ttamak, so'zmak, unutib qolmak, qo'ymak, mal setib olmak, kesmek, kat. Mushularga qanday qildi? Ashdan keyinga bir qaytlab undan keyin qanday qilamiz. Okay. Qarang, it's raining again. U yana ham qo'yibdi. I'm still having breakfast. Ana mushlarni ma'risanlar. Naqma shu shanda jinsiningki. Okay. Endi misharkan shanda jinsiningki. Hozir davomlashayotgan zamonningki. Endi buni inkor qilmoqchi bo'lsak, qanday qilmaysanlar? O'sha natni qaytib esaklan bo'ldi-da. Nat, masalan, am is are BP ning keyiniga natni qaytib esak. Masalan, it's raining. It's not raining. Okay? Yana I am teaching. I'm not teaching. Shnama? I'm not teaching. Okay, I'm not teaching. Good. Ana qarang bolalar. What are you? What are you doing? Okay, I'm having breakfast. What are you doing? I'm having breakfast. Nama? Okay, endi misharki, mush odatda mush o'shanda jinsini ifodalayotganda, mush odatda tanishayotgan zamonda now keyiniga qanday keldi. Abonə şəklini verirsən. WH bilan başlanan sual şəklisi mesela what, when, where, how degəndə şunları. Okay, onun ikinci BP ilə. Am is are. Onun ikinci desənlər ing. What are you doing? Okay, baş böləklər. Okay, məsələn hurry up. Okay, hurry up. Okay, nə? I'm coming. Yana bir gap savollashlar. Mushu hozirgi davomlashayotgan zamondagi mushu yaqin kelgusida o'rinlashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan mushu kelgusini ifodalaydigan shaklim bor. Masalan, mushu yaqin kelgusida o'rinlashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan kelgusida yaqin kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan ishlarga mushuni ishlaymiz. Masalan, hurry up, I'm coming. Okay. I'm coming degan nima desanlar, men birdamdan borman. Men ketyapman demakchi, men bormoqchi degan gap, ha? Agar ikkinchisi, I am leaving for Beijing tomorrow. Okay, endi hozir ketyapman-da. Yo'q, men erta Beijing bormoqchi. Demak, yaqin kelgusida sizlar o'ylab o'ralashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan anim keldi desanlar, ammo hozir davomlashayotgan zamondagi kelgusini bildirdi. Kelgusi zamonni. Masalan, I'm leaving for Beijing tomorrow. Men erta Beijingga yo'lga chiqmoqchi. Demak, Beijing uchun arilmoqchi, Beijingga bormoqchi. Shunami? Oh, that is great. When are you leaving? Okay, when are you leaving? Oy, qachon yo'lga chiqmoqchi? Okay, and he is dying. He is dying. Oh, o'ylayib qoldi deydi. He is dying. Oh no. Demakchi, o'ylab ketmoqchi demakchi. Shunami? Okay. You know, I'm to see you. I'm coming to see you. I am coming to see you. Demak, endi bu yerga men sizni ko'rgilik yo'qligini ketib borman. Ketib borman, shunami? Okay. And so, but practice you fill in the blanks with the proper form of the verbs. Okay, and so, I didn't know how to do it. Okay, the teacher had showed me how. Okay, until demakchi muallim menga qanday qilishni ko'rsatib qo'ygacha men uni bilmadim. Shunami? Okay. And an interesting story it is. Okay, and an interesting story it is. Okay, interesting story. Okay, and the what kilamdu, how kilamdu, yaka what and kilamdu. What an interesting story it is. I got how keep qapqasa baqat nima. This story
interesting story is bo'lib qolsa shundaymi? Bu shu eng oldiga yo'tkaydiganimiz faqatlar nima desanglar, bu yerga sifat bo'lib qolsa how interesting it is, yoki how interesting story it is, yoki story is bo'lsa, shu kelish kerak. Undan keyin the story sanog'ini bilg'asam, shunga endi qo'ydik. Keyingi number 3 is grammar sometimes qanaqli comes to see us. Sometimes demakchi always, often, usually, sometimes mush narsalar kelsa cho'qim oddiy hozirdan bo'ladi. Ko'pincha ifodalaydi. Shon grammar sometimes comes to see us. Okay. All right, amsa bugungi darsimiz mushaga bo'lsin, savob do'stlar.